Assalomu alaykum. YouTube kanalımda rasmiy holda e'lonlar chiqishga boshlabdi. Bu deganlik YouTube kanalim rasmiy holda pul tepishga boshladi deganlik. Mushu munosabat bilan YouTube kanalimga abunent bo'lgan har biringlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytmoqchi. Meni qo'llab-quvvatlab berganlarga rahmat. Kanalimdagi videolarni ko'rib turganlarga rahmat. Videolarimga barmoq belgisini besib, ostiga inkaslarni yozayotgan barliq to'rdosh do'stlarga hammalarga ko'pdan-ko'p rahmat. Davomli qolishinglarni umid qilaman. Texi abunent bo'lmagan do'stlarniki abunent bo'lib qo'llab berishinglarni umid qilaman, rahmat. Bu videomni YouTube'da pul tepishga munosabatli uchurlar bilan ta'minlamoqchi. Yana o'zimniki YouTube kanalimni misolga olib turib, sizlarga texmi ko'proq mushu to'g'riliq so'zlamoqchi. Agar oldin qitimliq YouTube kanalida qanday pul topamiz degan temada bir video ishlagandim. Agar tex ko'mgan bo'lsangiz, tafsiliy bir ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Hozir qisqartib bilan bir takrorlab o'tsam, YouTube kanalida pul tepish uchun eng oz deganda 1000 abonent yig'ishingiz kerak. Oldingi 12 oyning ichida boshqalarning sizning YouTube kanalingizda turib, videolaringizni ko'rgandagi jami vaqt soni 4000 soatdan oshiq bo'lishi kerak. Ondan boshqa yana Google AdSense degandan akkauntni bir nechishingiz kerak. Shu 3 shartni hozirlagandan keyin, anondan keyin YouTube'ninki hamkorlash xususiy bo'lishiga iltimos qilsangiz bo'ladi degan edim. Ashla to'g'riliq bir qaytadan bir tafsiliy to'xtalmoqchi. Oldingi videoda men futbolchi Mas'ud Özilga rahmat etish yuzasidan bir parcha rasmsiz bir video yo'llagandim. Shu video chiqqandan keyin menga to'rdoshlar ostiga yozib qo'yibdi ekan, e'loningiz chiqishga boshlabdi, muborak bo'lsin degandan keyin o'zim shunday hayron qoldim-da, rasmo emasmi deb o'zim yechib qarab baxsam shunday ekan, darhol ham emaillerimni aqtirsam, shu 4000 soat to'shib rasmiy holda YouTube'niki hamkorlashuvchi bo'lishga iltimosim qabul qilindi degan email kelibdi. Shuning bilan xush bo'ldim. Shuning bilan hozir sizlarga birinchi qitim bu to'g'riliq, ya'ni YouTube kanalim pul tepishga boshlagandan keyin tunji qitim bu videoni ishlayapman. Bo'lsa oldingi qitimga o'xshash yanami Uyg'ur YouTuberlarniki ko'proq chiqishini umid qilib, mushu to'g'riliq yana ozroq so'zlamoqchi. Oldingi qitim deganimga o'xshash YouTube kanalida pul tepish tamamen mumkin. Mana hozir o'zim oldinglarda turibman. Men bir tipik misoli YouTube kanalim pul tepishga boshlabdi. Shu to'rdoshlarniki xitini ko'rgandan keyin men o'zimniki YouTube analizini ichib qarab baxsam, birinchi kuni meningki topgan pulim 32 sent. 3.2 pound deyman ama. Shunchalik pul bo'pti lekin hayron qoldim-da, tuyuqsizlan bu dollar belgisi chiqqan ekan men uchun bir xush xabar bo'ldi. Bu tex endi bir boshlanish. Qani hammalarniki texmi qo'llab-quvvatlashiga ehtiyojman. Allohim barkat qilsin. Bundan chiqqan pullarni barkatli joylarga ishlatishga nasib qilsin. Endi bu qanchalik pul topqili bo'ladi degan temada bu oldingi videoda bir to'xtalib o'tgandim. Ya'ni o'tir hisob bilan aytgan chaqda har 1000 qitim ko'rilgan bir video uchun 2 dollar taxminan shu bo'yicha hisoblanib mangdi. Endi osonlik tilda ishlangan videolar bo'lsa, uningda misol tuvanroq bo'lishi mumkin. Shu bo'yicha hisoblagan chaqda o'tir hisob bilan har 1000 qitim ko'rilgan video soniga 2 dollardan hisoblasaqmi taxminan bizningki o'zinglar hisoblasanglar bo'ldi matematik qismiga. Masalan 4-5 ming qitim ko'rilgan videolarniki qanday bo'ladi ekan? Shularga qarata o'zinglar taxminiy bilsanglarmi bo'ladi. O'sha YouTube kanalida sizlar videoni ochgandan keyin e'lon chiqqan bo'lsa, ha, mushu video pul tepibdi deb tushensanglar bo'ladi. Endi bu mening videolarimning hammasi pul topadi deganlik gap emas. Endi masalan bu videolarniki ichida ba'zi videolar pul tepishga mos kelmaydigan videolar bor. Ba'zilari avtomatik holda YouTube kanali o'zi analitik qilib, buni videolarga e'lon qo'yishga bo'lmaydi ekan deb, o'sha videolarga e'lon chiqmay qoladi. Undan boshqa siz boshqalarning muzikalarni ishlatib solgan bo'lsangiz, ya'ni shu copyright bar bo'lgan muzikalarni ishlatib solgan bo'lsangiz yoki boshqalarning videolarini ko'chirib olgan bo'lsangiz, u copyrightga avtomatik holda o'zi shunday detect qila oladi ekan. Shunday videolarga odatda pul tepishga yo'l qo'ymaydi ekan yoki pul tepilsa-mu, shu aslidagi video egasiga topgan pul uchun boradi ekan. Shunlashqa odatda video kelgan vaqtinglarda e'lon chiqmagan bo'lsa, mau kanal texi yoki mau video texi pul tepishga boshlamabdi yoki bo'lsa bu pul topqil bo'lmaydigan video ekan deb mana tushensanglarmi bo'ladi. Undan boshqa ba'zi g'alati e'lonlarni chiqib olgan ahvollar bor ekan. Endi u kanalning egalari odatda qanday qiladi ekan desa, shu ad blocker degan bir narsa bor ekan, shuni kompyuterga tushirib olgandan keyin shuni echib qo'ydi ekan. Echib qo'ygandan keyin boshqa advertisement, boshqa e'lonlar u videolarga chiqmaydi ekan. Endi bu e'lon chiqmaslikni siz o'zingiz qaror qilsangiz bo'ladi ekan, shu avtomatik holda bu e'lon chiqadigan chiqmaydigan qilib olsangiz bo'ladi ekan. Unga faqat e'lon chiqmaydigan qilib videolarni ko'rmay desangiz, unga oylik mulozimat to'laydi ekansiz. YouTube Premium'da shu siz o'zingizga YouTube'ni ochgan vaqtda shunday bir oylik muncha pul deydigandek bir nimalar chiqadi, shulardan o'zingiz bilib olsangiz bo'ladi.
Agar qo'llamoqchi bo'lsanglar, Uyg'ur youtuberlarni qo'llamoqchi bo'lgan bo'lsanglar, bak uzun e'lon bo'lmasalam, e'lonlarni chekmasanlarmi hech bo'lmaganda ko'rib qo'yinglar. YouTube kanalining egisini qo'llash uchun bo'lsa-mu. Андaq bo'lsa davomliq o'zimnikiga bekasam. Nima qilishini bilmay yurayotgan yoshlar bo'lsin yoki bo'lmasa hozirmi xizmat ustidagi kishilarningki qo'shimcha bir ish qilib qo'yay desa, shu YouTube degan bir sahnadan yaxshi bir foydalansa bo'ladi. Bizningki nurg'un qarindoshlarimiz bor. Masalan, elib esaq Turkiyada necha yuzlagan Uyg'ur o'quvchi bolalar, Uyg'ur yoshlari sayohat yetakchisi qilish orqali o'zining turmushini qamdab kelayotgan. Mushlar o'zining xizmat qilish jarayonida o'zining borgan turgan joylarini Uyg'urcha bo'lamdi yoki tilida bo'lamdi, ish qilib YouTube video ishlash jarayonida Uyg'urni tanishtirish yoki bo'lmasa o'zining turmushini, o'zining har qanday bir bilgan bir bilimini YouTube ifodash orqali asosan haftada bir ikki qatim video yo'llab qo'ysa, bu bir darsdan sirtqi, ishdan sirtqi yaxshi bir faoliyat. Men o'zim bu YouTube'da video ishlashga boshlagan chog'larda bo'lgancha bek diqqat qilmagan. Meniki birdan bir maqsadim o'sha YouTube'ga chiqib so'zlasam, o'zimniki bir YouTube bir Uyg'ur bo'lish suhbatim bilan o'sha YouTube'ga chiqsam, mana meningdek yashayotgan Uyg'urlarmi bor. Meniki birdan bir o'zimniki o'ylig'inim faqat o'zimniki bilganlarimni ko'pchilik bilan o'rtoqlashsam, YouTube'da video ishlash orqali ko'pchilik bilan yuz ko'rishsam yoki bo'lmasa ko'pchilikka bir foydasi bo'lib qolarmikin deganni nishon maqsad qilib YouTube'da video ishlashni boshlagan. YouTube'dagi abun soni bir necha yuz bo'lgandan keyin YouTube kanali avtomatik holda o'zligidan menga bir videolarni ko'rib beqishni tavsiya qiladi ekan. Analistik qismiga ochgandan keyin yana o'zimniki YouTube studioning keyin tarafidagi son sifirlarni ochgan vaqtimdami YouTube kanali o'zi davomli meni mana videolarni ko'rib boqqan deb tavsiya qiladi. Shu chog'da bu YouTube'ninki hamkorlashuvchisi bo'lishga iltimos qilishningki shartlari 1000 abonent bo'lish kerak va 4000 soatni to'shqizish kerak degandek bu mazmunlarni bildim. Bilgandan keyin buni ko'pchilik bilan o'rtoqlashishni loyiq topdim. Shuning bilan sizlar bilan ham o'rtoqlashib, rosa shundaqkan. Shuning bilan oxiri YouTube'da e'lon chiqib pul tepishga boshlagan bu saviyaga yetdim. Oldingi videomda deb o'tganimdek, shu YouTube'dagi e'lonlardan kiradigan kirim YouTube kanaliniki pul tepishniki bir xil turi deb aytgan edim. Bu YouTube'da pul topadiganlarniki turlari har xilkan. Nima desa bu eng oddiysi shu o'zligidan avtomatik holda e'lonlar chiqib turadi. Bu pul tepishniki bir tipik misoli. Anandan keyin kishilar o'zi video ishlash jarayonida o'zining mahsulotlarini tanishtiradi ekan, har xil mahsulotlarningki ulanish link olanışlarını şu özünki videonunki tushundirish qismiga yozib qo'yib, navoda sizlar mundaq mahsulotlarga olmoqchi bo'lsanglar meniki YouTube kanalimdagi mushu orqali e'lonlar deydi ekan. Ham u qanday ekan desa, faqat olg'uchi bilan sotquchini o'tirida uchrashtirib qo'yish rolini o'tab, o'tirdagi percentage, mancha percent shu kirimni shu YouTube orqali topadi ekan. Bu mahsulotlarning ichida nurg'un masalan deysi shunday YouTuber bo'lishni o'gitadiganlarga nisbatan aytgancha ular har xil apparatlarni tanishtiradi ekan yoki bo'lmasa boshqalar shu savdo qilish, to'rda savdo qilish, undan boshqa yana har xil e-book, ya'ni elektronik kitoblarni setish, ishqilib nurg'un mahsulotlarni setish yoki bo'lmasa o'ziniki darsini setish qanaqa qiladi ekan desanglar, o'zi shuna qisqa videolarni elib Udemy deydigan bir nimda o'ziniki darslarini shada sotadi ekan. Men mandaq shunga oid training tarbiyalanishga nim bo'lsanglar shu meniki YouTube'imniki ostidagi link orqali olanish orqali meniki o'rgatmoqchi bo'lgan darslarimni setib olsanglar bo'ladi degandek shunday turlari bak chiqqan. Hozircha men boshqa ish qilmayman, shu YouTube'dagi e'lonlar orqali pul topqashtiray. Boshqasiga keyincha asta bir gap bo'lsin. Mening deganlarim shu. Meniki umidim, orzuyim yana shu, nurg'ulg'an Uyg'ur YouTuberlar chiqsa ekan, mayli faoliyatchilarimiz bo'lamdi. Bolalarini tarbiyalayotgan onalar qo'li gul nurg'un hunarlari bor. O'tirg'i chiqish orqali bir video ishlamdi yoki bo'lmasa sayohatlarni bo'lamdi yoki bo'lmasa o'ziniki nima qanday bilimi bo'lsin ish qilib, boshqalar bilan ham bahralanish orqali asta shu seviyaga yetgandan keyin o'zingizning bilganini boshqalar bilan o'rtoqlasha olasiz, ham asirdan az bo'lsin kirim qila olasiz demoqchi. Eli uningdan yordam, eli buningdan yordam so'rab yurgandan ko'ra, bunday ishlarni qilib qo'ygulik. Bu videoni ishlash jarayonida meniki bir oliy maktabdagi bir o'qituvchimni tilga olg'im keldi.
Ben sizlarga o'zim to'g'riliq so'zlagan chog'da men Urumchidagi Moliya iqtisod universitetida o'qigan degandim. Shu chog'larda bizga iqtisod darsini berdiganmi, nima dars berdigan bizni meniki bir qozoq o'qituvchim bordi, ismi Baqit. Baqit muallim deb. Shunday yaxshi darslarni, misollarni ilib turib so'zlab berdigan bizga. Talatda bir savdishim bordi, bir kuni ovoz bitib qoldi ekan, to'xmalim so'radi-da, "Voy talat nim bo'ldi, ovozing nim bo'ldi?" desam, shundoq shoshmirq berib bir kun ishlagandim, ali ko'payganti ishadi vaqirab, ovozim tutilib qoldi degan. O'chalarda bizning oliy maktabdagi o'quvchilarning ichida intayin tirishchan ashuna savdishlarimiz bordi, darsni sirki vaqtlarda, shanba-shanbalarda ashundoq Argon tarafdagi, shoshmirdagi, shu bozorlarga berib, shu do'konlarda eshik oldida shuna prikazchik bo'lib o'sha xaridorlarni to'g'lab turib pul topadigan vaqt ma'lum shundoq deganda hozir sizlarningki eng muhim narsa bilim egallash vaqtinglar. Sizlar bundoq tili jismoniy kuch sarf qilib pul topgandan ko'ra aqliy emgak bilan pul tepishni o'rganinglar degan. Vallahi shundoq so'raganda masalan ma'lum qanday aqliy emgaklar bilan qanday pul topamiz deb so'ragan chog'da shu misollar bilan elib tushuntirgani shundoq aniq yodimda qoldi. O vaqt ma'lum shundoq deganda masalan yozuvchi bo'ldiganlar, yozuvchilar kitob yozib, har yili setildigan kitobdan har yili davomli kirim kirib turadi. Bu yozuvchilarningki kirimi hamma odam yozuvchi bo'lib keta olmaydi. Shundoq bo'lsa yanami aqliy emgak orqali pul tepishning yana boshqa nurg'un yo'llari bor. Masalan bir tish pastasi zavodiningki demda shu u tish pastasi zavodiningki uda bir necha yil ularning sodasi yaxshi bo'lmay qolgandan keyin shu yig'inashgan chog'da shu zavodniki bir ishchisi shundoq degan ekandiq, biz nimishqa shu tish pastasiniki qutisiniki og'zini yo'g'onroq qilmaymiz degan. Shundan keyin tuyuqsizlam keyindagi bir necha yilning ichida ularniki u zavodniki sodasi shundoq yaxshi minib ketgan. Zavod shu butun yillik kirimning ta'minotidan shu aqlni ko'rsatgan yillik ishchi bolaga ma'lum bir har yili persentlik shu sodniki kirimini bilib bergan. Bu shu aqliy mulk orqali pul tepishga kiradi. Onundan boshqa yana o'ziniki ishlab chiqargan, ijod qilgan narsalarniki patent huquqini setish degandek ishqilib shundoq nurg'un misollarni keltirib berganda shu chog'da shundoq aniq ta'sir qilib ekan. Keyin qanday bo'ldi o'zim nima ishdan dinchiq pul topadiganlar deb keyin sayohat yetakchiligi qilmoqchi bo'ldim, ingliz tilini qattiq o'rgandim. Shunaqa qilib taraflarda yurib sayohat qilib ama shu misollarga o'xshash shu YouTube kanalidami pul tepish bir aqliy mulk orqali pul tepish kirdi deb qarayman. O'zimcha o'zingizniki iqtidori bor bo'lsa YouTube kanalingizni taraqqiy qildirib, ma'lum bir mazgilga yetgan chog'da shu boshqalarga o'xshash tamoman pul topqili bo'ladi. Biz yaxshi narsalardan cho'qim foydalanishimiz kerak, yaxshi platformalardan yaxshi foydalanishimiz kerak. Mana YouTube turibdi. O'zimizniki ahvolini dunyoga tanishtirishda, o'zimizni dunyoga tanishtirishda shu tor dunyosidagi qurollardan yaxshi unumli foydalanishimiz kerak. Mayli pul tepishda bo'lsin, mayli o'zimizni tanishtirishda bo'lsin. Cho'qim bor bo'lgan shu narsalardan hamsidan to'liq imkoniyatning boricha foydalanishimiz kerak. Bir she'rimiz bor-ku, boshqalar ko'kda uchib, suvda uzib katta yiroq, men misoli yalang oyoq dastlab tikan mang'arman deb bir Abduxoliq Uyg'urniki bir she'ri bo'ldigan. Biz taraqqiy qilishimiz kerak. Texnikalik kuchlardan foydalanishimiz, hozirgi barliq social medialarniki hammasidan unumli holda foydalanib, o'zimizni dunyoga tanishtirishda bir kishilik hassimizni qo'shish uchun shu narsalardan hammasidan unumli foydalanishimiz kerak. Jiq gap qilib soldim, o'zimizniki temasiga kelaylik. Meniki demoqchi bo'lganim yana shu, texmi ko'plagan Uyg'ur YouTuberlarniki chiqishini umid qilaman. Men YouTube kanalimni taraqqiy qildirib 4 oyning ichida abone sonini 1000 ga yetkazdim. 6 oyning ichida YouTube kanalim rasmiy holda pul tepishga boshladi, ya'ni e'lonlar qo'yilishga boshladi. Men qilganni sizmi cho'qim qila olasiz? Sabrchan bo'lib, to'xtab qolmaylam, har haftada degidek to'xtamay videolarni yo'llab tursangiz, sizmi bu manzilga tamoman yeta olasiz. Endi bu YouTube'da rasmiy kanal ochib, rasmiy ish boshlab bo'lganlar bor. Endi bu YouTube kanalida 1000 abone to'shqizish jarayoni, ya'ni dastlabki shu 1000 abone to'shqizish jarayoni eng qiyin bir bosqich bo'ladi. Siz bu jarayonda cho'qim boshqalarningki sizni qo'llashiga muhtoj bo'lasiz. Qanday qilib boshqalarningki qo'llashiga erisha olasiz deganda, masalan, men ko'rgan videolarimda shu YouTube'niki o'zi menga suggestion qilib YouTube kanalini taraqqiy qildirishda qanday qilamiz deganda, ya'ni siz YouTube kanalini taraqqiy qildirish uchun boshqalarning qo'llashiga muhtoj bo'lasiz. Boshqalarning qo'llashiga erishish uchun oldi bilan siz boshqalarning qo'llashingizni to'g'ri keldi. Masalan, shu YouTube odatda sizningki videolaringizni avtomatik boshqalarga tavsiya qiladi. Lekin YouTube
sizningki videolaringizni nega tavsiya qilishni bilmay qolgan chaqlam bor. Shunlashqa o'zingiz nimani ko'rayotgan bo'lsangiz, nimalarga barmoq belgisini bosgan bo'lsangiz, qanday videolarning ostiga inkaslarni yozgan bo'lsangiz, sizning videolaringizni shu videoni ko'rguchi ko'rurmanlarga sizningki videolaringizni tavsiya qilib turadi. Masalan, siz boshqalarningki YouTube kanaliga kirib, yaxshi inkaslarni yozib qo'ygan bo'lsangiz, masalan, shu videoni 1000 odam ko'rdi deylik, 1000 odamning ichidan eng oz degandan 100 kommentlarni ko'rishi mumkin. 100ning ichidan bir 10 odam sizningki rasmingizni chekib kanalingizni ochib ko'rib beqishi mumkin. 10 odamning ichida birasi bo'lsa-mu sizningki kanalingizga a'zo bo'lishi mumkin. Shundaq bir odamdan yig'adigan gap bu abun deganim. Shunlashqa sizningki tirishchiligingizga bog'liq. Bu tirishchilik nerdan keladi deganda, sizningki boshqalarningki YouTube kanalini qo'llashingizdan keladi. Siz boshqalarni qo'llasangiz, boshqalarning qo'llashiga erisha olasiz demoqchi. Shunlashqa meni qo'llab, ostiga inkaslarni yozib qo'ying. Sizningki kanalingizniki tez taraqqiy qilishini umid qilaman. Yaxshi tilaklar bo'lsin. Aman bo'linglar. Kelar qatimliq videoda ko'rishaylik. Abone bo'lishni unutmang. Madahni ham kelargi videoda ko'rishaylik.